Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Sharqon shahrida ish boshlagan edik. Ob'yemimiz 63 kvadrat bo'lgan. Fasadli plitalarimizga operator yaqinroqqa kelib ko'rsatsin. Fasadli plitalarimizga podmramor berganmiz. Uyimizga sharaflanadigan holat. So'kiliga bizniki berdik, aktiv tunikalarini qo'ydik. Mana shu holatga keldi. Xudo xolasa. Tunikalar o'rnatildi. Mana shu ko'rinish bo'ladi. Ob'yemni ko'rinishi mana shu holatga chiqdi. Mana uyni egasi mana shu yerda yonimizda. Aka, assalomu alaykum. Aka, mana ishlarimizni tugatdik, xudo xolasa. Xudo xolasa yaxshi hamdu Allohdan ko'rmasin. Qilgan ishlarimizdan rozimisiz? Hamisha rozimiz. Ukaxon, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fasadli plitalarga hamdu asal, go'zal. yoqdimi? Ularning dard ko'rmasin. Alloh barakasini bersin ishlaringga. Aka, bitta duo qilib bersangiz aka. Amin. Topganlaring to'ylarga buyursin, yaxshi kunlarga buyursin. Topganlaring nima niyat qilgan bo'lsa, ularning yaxshi niyatlaringga erishinglar. Allohim. O'tgan avlod ajdodlarimiz o'zing rahmatingga. Allohu akbar. Keyingi syomkamiz yana Sharqon shahrida bo'ladi. Buni ham boshida ko'rsatib, oxirgi yakunlashini ham ko'rsatamiz. Keyingi uchrashguncha